Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan 12494 sonli harbiy qismda ham tantanali bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda Suq tumani hokimi Saidbahrom Said Musayev ishtirok etib, harbiy xizmatchilarni kasb bayrami bilan tabrikladi hamda ularning vatan tinchligi va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi fidokorona xizmatlarini alohida ta'kidladi. Siz azizlarni bugungi O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligini 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni bilan samimiy tabriklayman. Tadbir jarayonida vatan himoyasi yo'lida mardlik va jasorat namunasini ko'rsatayotgan bir guruh askar va zobitlarga esdalik sovg'alari hamda navbatdagi harbiy unvonlar topshirildi. Shuningdek, harbiy xizmatda o'rnak bo'layotgan so'xlik yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalarga ham tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Sog' bo'ling. Vatan himoyachilari kuni arafasida Suq tumani hokimining chegara masalalari bo'yicha maslahatchisi Sarvarbek Homidjonov, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining chegara qo'shinlari a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Mukofot tuman hokimi Saidbahrom Said Musayev tomonidan tantanali ravishda topshirildi. Tadbir davomida yosh san'atkorlar tomonidan ijro etilgan qo'shiqlar ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Shuningdek, Hushyor mahallasidagi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari hamda Lembur mahallasida joylashgan 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining chiqishlarida vatan himoyachisi kasbi ulug'landi. Bundan tashqari tuman hokimligi tomonidan harbiy qismga qimmatbaho esdalik sovg'asi topshirildi. Tadbirda mamlakatimiz sarhadlarini qo'riqlash va xalqimiz tinchligini ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining 12494 sonli harbiy qismi askar va zobitlarining munosib hissasi alohida e'tirof etildi. Ushbu bayram tadbiri harbiy xizmatchilarning sharafli va mas'uliyatli kasbini yana bir bor ulug'lashga xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasiga salom va hurmat qilaman.